G'ani Batur. G'ani Baturning dadisi Muhammad Baqir akaning oti bovusi aslida Xotan Qaraqashliq bo'lib, uning ikkinchi bovusi Emin Niyoz Mirab ishg'olchi Ching sulolasi 1760-yildan 1767-yilgacha Sharqiy Turkistonning janubidagi viloyatlardan zodili tinjimayotgan Uchturpan, Xotan, Qashqar va Yarkan qatorliq joylaridan ilg'i o'sh elish xarakterlik odam ko'chirganda Xotan Qaraqashdan ilg'i ko'chib kelganlardan biri bo'lib, ular hozirgi G'ulji nahiya Qosh yezisining Turdiyuzi mahallasiga o'rnashtirilgan. G'ani 1901-yili kuzda ashu Turdiyuzi mahallasida kambag'al dehqon Muhammad Baqir oilasida tug'ilgan. G'ani maktab yoshiga yetganda dadisi uni maktabga bergan. Lekin u hashar siyosati tufaylidan o'qiy olmay maktabdan chiqib ketgan va 10 yoshlarga kirganda mahallasining qo'ylarini boqqan. U 15 yoshga kirganda dadisi bilan birga dehqonchilik qilgan. G'ani kichigidilla ishchan va kuchlik, g'ayratlik bola bo'lib, bola vaqtida chelishishda dang chiqargan. G'ani egiz bo'y, gavdilik, yo'g'on bosh, kelishgan, qo'y ko'z, kam so'z odam bo'lib yetilgan. 1918-yili kech kuzda G'ani gunohsiz holda 10 oy 9 tara yağmurluğa qamalgan. Bu 10 oylik turmida G'ani ko'rmaganni ko'rib, bilmaganni bilib, yashash yo'lini o'rgangan ham ko'p kishilar bilan tanishgan. G'ani turmadan chiqib ko'p o'tmay bir kuni 9 tarada birisi bilan baslashib kelib, bir otni ko'tirib 100 metr neri yerga elib berib, qaytirib kelganda xalq hayron qolgan. Shuningdan keyin butun elida G'anining Nochi degan nomi pur ketgan. Shundan keyin zulmga, jazoni xo'rga qarshi harakat qiladigan nochilar G'anining atrofiga to'plashgan. Ular zolim beglar, jazoni xo'r boylar, amaldorlarni tillab masxir qilgan. Epi kelsa, ularning mol-mulkini o'g'irlab yetim yesirlarga bergan. Shuna G'ani 1944-yilgacha ko'p qitim turmaga qamalgan. Har qitim turmaga qamalganda u to'mir kishanni uzib tashlab qochgan. U avval Urumchida Shingsayning saqchi boshqarmasining 4-turmasiga qamalgan. Keyin 2-turmaga yo'tkalgan. G'ani 1944-yili 4-oyning 5-kuni 2-turmadan yana qochib ketgan. Ayni yillari Shingsayning turmasidan ko'p qitim qutuqliq qochalagan Nochi faqat G'ani Baturli edi. Bu kechish uningga eng qutlug' sharaflik martaba elib kelgan. Shu kunlarda Nilqi Ulastayda harakat qilayotgan Gomindang 6 o'g'ri deb atagan Fatih Muslimov, Akbar Batur, Qurbon Burhonidov, Osman Ibrohimov, Sid Avan, Nur Ubulov, Hoshur Mamitov, Musaqan Qurbon, Hamid Muslimov, Rafiq Baychurin qatorliq partizanlar guruhi G'ani Baturning Urumchida turmidan qochqanligidan xabar tepib, uni izlab tepib o'zlariga qo'shib olgan. Partizanlik shtabi qurilganda partizanlarni 3ga bo'lib, 1-bo'limiga Akbar, 2-bo'limiga G'ani, 3-bo'limiga tugmanchi Ros Ivan mas'ul bo'lgan. Har birining qismida 200 dan partizan bo'lib, Nilqiga yurish qilgan va partizanlar 1944-yili 10-oyning 5-ida Nilqiga bostirib kelib, Nilqini ozod qilgan. G'ani Batur shuningdan keyinki har qaysi urushlarda baturlik ko'rsatgan va kishilar tarafidan G'ani Batur deb atilishga boshlagan. Partizanlar Gomindangning G'ulji tarafdan 10 mashinada kelgan askarlarini to'sib zarba berib, Mazar rayoniga kirgizmay yo'qitib, ularning qurol yaroqlarini g'animat olganda G'ani Batur Sultan Uvays mazirga yo'shirin kirib, saqchi idorasini pachaqlab tashlab, turmidagi 30 necha kishini qutuldirib qolmay, yana texi nurg'un qurol yaroq g'animat olgan. Mazkur urushdan keyin partizanlar 3 sap bo'yicha G'uljiga yurish qilganda G'ani Batur oldingi sap qo'shiniga boshchilik qilib, yo'l echib mangan. Natijada 1944-yili 12-noyabr G'uljida Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti hukumati qurilgan.
G'ani Batur 1944-yildagi mashhur Nilqi qo'zg'olonining rahbarlaridan biri bo'lib, Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti hukumati G'ani Baturning ko'rsatgan xizmatlarini yuqori baholab, uningga eng oliy xalq qahramoni nomini bergan edi. G'ani Batur dastlabda mansab tutmay davomli urush qilgan. Shu yili qishdagi Bo'rtaladagi Arshonni ozod qilish jangida qattiq yaralangan G'ani Batur Sovet ittifoqiga davolanish uchun avatilgan. Qaytib kelgandan keyin hukumat uni harbiy sotning boshlig'i qilib tayinlagan. Xitoy kommunistlari Sharqiy Turkistonni kontrol qilgandan keyin G'ani Batur bilan Fatih Baturlarni cho'ng isyon chiqirdi deb andish qilib, aram aldirish bahonasida Lanjuga opirib nazarband qilib qo'ygan. 1949-yili 12-oydan boshlab G'ani Batur Fatih Batur bilan billa Lanjuda 1953-yilgacha dam olish bahonasi bilan nazarband ostida turgan. 1955-yilga kelganda cho'ng bir siyosiy tozlashni oldin his qilib yetgan G'ani Batur noiloj sobiq Sovet ittifoqining Markaziy Osiyodagi ittifoqdosh jumhuriyatlarga ko'chib ketib, ilgari keyin O'zbekiston va Qozog'istonlarda yashagan hamda oxirgi umrini Qozog'istonning Amgakchi Qozoq nahiyasi tavasidagi Almata G'ulji yo'liga yaqin mashhur yezida o'tkazgan. U G'uljidan chiqqanda faqat keyingi ayoli va ikki farzandini birga elib chiqa olgan edi. Uning cho'ng ayolidan tug'ilgan cho'ng qizi Hajar buvi keyincha Mo'g'uliya Xalq Jumhuriyatiga ko'chib ketgan bir Uyg'urga yotliq bo'lib, 1961-yili qizi Axtar buvini tuqqan. Keyincha G'ani Batur Sovet hukumatidan yordam talab qilib, 1975-yili ularni Toshkentga elib kelgan. Bovisi G'ani Batur bilan ta u olamdan o'tkicha bir uyda yashagan Axtar buviga bovisining yengilmas kurashchan ruhi, g'ururi, g'ayrati, uning odilligi, xushchaqchaq fazilatlari intayin cho'nqur ta'sir qoldirgan. Bo'libmi G'ani Baturning har kuni, har vaqt tamoqdimi yurti G'ulja, vatani Sharqiy Turkiston, Uyg'ur xalqi haqidagi tugumas paranglari, aslimalari uning balaliq o'smirligiga hamroh bo'lgan ekan. Palvon bovisi eng ko'p so'zlab beradigan qahramonlik cho'chaklari, bovisi aytgan Sodir palvon qo'shoqlari, bo'libmi Xitoy atudu toshqa, Sodir atudu boshqa degan misralar hozirmi uning aniq esida edi. G'ani Baturning navri qizi Axtar buvi xalq qahramoni G'ani Batur men uchun ham milliy g'ururim, ham shaxsiy g'ururumdir, qinim va faxrimdir degan so'zlar bilan bovisini seg'inish va faxrlanish ichida aslab bergan. 1981-yili Uyg'ur xalqining 20-asrda o'tgan bu mashhur milliy qahramoni G'ani Batur 79 yoshida Almutada vafot bo'lgan. Vasiyati bo'yicha uning beshi kun chiqish tarafdagi Sharqiy Turkistonga, ya'ni G'uljiga qaratib yerlikka qo'yilgan.